Assalomu alaykum, gilamlar olami YouTube kanali kuzatuvchilari, biz obunachilarimiz. Xudo xolasa bugungi videoda sizlar tayyor gilamlar narxlarini ko'rishlaringiz mumkin, metrajli gilamlar narxlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bu tarafga o'tamiz. Xudo xolasa sizlarga birma-bir narxlarni tushuntirib berishga harakat qilamiz. Assortiment ko'rsatilsa nihoyatda ko'p, o'zlaringga yoqqan hali jaydar qilayotganda eng arzondan eng qimmatigacha xudo xolasa har xil gilamlarimiz bor. Bizga videoni boshidan bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar ham obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa yangi videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Omad akadan to'liq ma'lumotlar olamiz. Assalomu alaykum aka. Charchamasdan, yaxshimisiz? Yaxshimi aka? Dangallangar tirsiz. Narxlarni aytaylik aka. Narxlar Yegzo'diniki endi 3 metrli tayyor gilam 75 mingdan kvadrat. Kvadrati 75 ming. Tanlab olsa bo'ladi. Tanlab olsa bo'laveradi. Zo'r. Bu tomonda bularni ham endi 3 metrli, bular 150 mingdan. Tanlab olsa bo'laveradi bularni ham. Gap yo'q, zo'r. Bunaqa qalinlardan ham bor, xudo xolasa. 350 35 mingdan 350 minggacha bor. Mana shu 350 ming deysiz. Qalin, ha? Eron'dagi qalinligi o'ta qalin. Qalinligi zo'r, gap yo'q. Chotki, xudo xolasa eng arzondan eng qimmatigacha bor. Pastdagilarchi qanaqa bo'ladi aka narxlari? Bular 350 ming kvadratiga. Daroshka endi bular. Daroshka. Har xil razmeri bor. Har xil razmerlari bor. Razmerlaridan bor, xudo xolasa. Kelib talab olishaveradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Qalinlardan so'ragan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, qalinlardan ham xudo xolasa zo'rlardan sizlarga topib beriladi. Endi aka ko'proq gilam olganlarga nima bonuslar bor? Joy namoz, avtoko'ri, keyin hammom tualetga. Bonus bular. Bonus. Xudo xolasa qo'shib beriladi. Bu tarafda ko'rishlaringiz mumkin. O'sha tayyor gilamlar bor. Bu tarafda ham hali o'rtacha narxlari bor, arzoni bor, qimmati bor, har xilidan bor. Holatiga qarab, bular 75 mingdan. 75 ming so'mdan bularni ham olsa bo'ladi. Holatiga qarab tanlab olishaveradi. Undaylar ko'targan. Xudo xolasa olsa bo'ladi. Averli xizmatlari bor o'zida. Averli xizmati, o'lchab kelish, dizayn xizmati hamma yo'g'i bepul. Hammasi bepul. Bu tarafda metrajlar bu tomonda metrajlar bor. Metrajlar narxlari necha puldan bo'lyapti? 75 mingdan boshlab 450 minggacha bor. 75 mingdan 450 minggacha tanlab olishaveradi. Taqdim paloslar? Taqdim paloslar 68 mingdan. 68 ming so'mdan. Gap yo'q, zo'r. Ular 55 mingdan gilomlar. 55 ming so'mdan. Ularda mana gullari ham chiroyli ekan. Gullar chiroyli egizotini. Qalinligi o'ta qalin. Endi metrajni qalinini ko'rsataylik aka. Mana metrajni qalini. Puli anaqa bu farqi yo'q deganlar, qalinidan bo'lsin deganlar uchun 230 mingdan. Qalinligi zo'r. Qalinligi zo'r. Mana oddiy ipi ham paxtali bo'ladi buni. Sintetik aralashmagan 100% paxta. Gap yo'q. Zo'r. Chotki ekan, ammo haqiqatdan, Chiroyli. Ham chiroyli narsa. Ham chiroyli narsa, qalinligi ham o'ta qalin, 100% paxtali. Paxtali narxi 230 ming. 230 ming so'mdan. Bu tarafchi, tepalari. Hop, bu 95 ming. 130 ming. 230 ming. Pastdagi 230 ming. Ham chiroyli ekan. Yana bir xil muomala. Gulida farqi bor, qalinligi bir xil. Puli bir xil lekin. Puli bir xil. Puli qalinligi bir xil. Qalinligi bir xil. Puli qalinligi bir xil. Bular bor, bular 55 mingdan. 55 ming so'mdan xudo xolasa bulardan tanlab olsalar ham bo'ladi. Mana bu tomondalar ham 55 mingdan. Bular, ha? 55 mingdan. Xudo xolasa haligi o'zlaringga qanaqasi yoqadigan bo'lsa hammasini tanlab olsalar ham bo'ladi. Bu tarafdagilar qanaqa endi aka? Hop, bular 130 mingdan. Bular 55 mingdan. 55 mingdan, hop. Bu ham 55 ming. 55 ming so'm. 95 ming. 95. 95 ming. Tashqarida ham bor. Hop. Ikkiligi bor eng kattasi. 95 ming. 95 mingdan bular ham. 95 mingdan bular ham. Zo'r. Gap yo'q, chotki, xudo xolasa. Qanaqasi kerak bo'lsa hammasidan bor ekanda. Hammasidan bor. Hammasidan bor. Aytib o'tganimizdek, bu tarafda tayyor gilamlarni ko'rsatdik, bu tarafda metrajlarni ko'rsatdik. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa yangi videolar sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Endi aka manzil tushuntirsak. Manzilimizni ko'pchilik so'rashadi, xudo xolasa lokatsiyalar, hamma narsa tashab beriladi. Bu tarafga manzilimiz Qaymet bozorining asosiy eshigidan kirganda to'g'riga 2 pita, 101 pita, 20 pita to'g'risida gilamlar olamiz. Xudo xolasa, gap yo'q, zo'r. Bemalol kezamiz. Bemalol kelib talab olishaveradi. Nomerlar turibdi, lokatsiyalar, hamma narsa tashab beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.